Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yilg'un. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynamizda qitinglar, ekranimizda bo'lsin. Xitoy Sharq Turkistondan qanchalik ko'mir boyligi bulang-talang qildi. Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan tortib, ko'mir, neft, tabiiy gazga o'xshash tabiiy boyliqlarni bulang-talang qilishni to'xtovsiz davomlashtirgan bo'lib, Xitoy tashviqot vositalari bu hafta e'lon qilgan bir maqolasida tilga ilingan sonliq ma'lumotlar talon-tarojning miqdorini ma'lum jihatdan ko'rsatib berdi. Atalmış Şinjan gazetinin 12 iyun e'lon qilingan bir maqolasida Xitoyning Sharq Turkistondagi ko'mir boyligini bulang-talang qilish jinoyati 70 yillik utuq sifatida tashviq qilingan. Maqolada Sharq Turkistonning ko'mir boyligi umumiy miqdorining taxminan 2 trillion 190 milliard tonna ekanligi, bu Xitoyning ko'mir boyligi umumiy miqdorining 40.6% ni egallaydiganligi va Xitoy bo'yicha birinchi o'rinda turadiganligi bayon qilingan. Mazkur tashviqot maqolasida ma'lum bo'lishicha, 1949-yili Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan vaqtda butun Sharq Turkistonning ko'mir ishlab chiqarish miqdori 179.800 tonna bo'lib, keyin orqama-orqa ko'mir konlari qurilgan va 1957-yilga kelganda tosh ko'mir mahsulot miqdori 1.120.000 tonnaga yetgan. 1978-yili tunji qatim 10 million tonnadan oshgan. Xitoyning bulang-talangni uzluksiz kengaytirishi natijasida 2024-yilga kelganda Sharq Turkistonning ishlanmagan tosh ko'mir mahsulot miqdori 541 million tonnaga yetgan. Bulardan sirt Sharq Turkistonda quriladigan ham qurilayotgan ko'mir ximiya sanoati turlarining umumiy selinma ko'lami 500 milliard yuandan oshgan. Maqolada Sharq Turkistondagi ko'mir boyligining Xitoy uchun qanchalik muhim ekanligi ta'kidlangan bo'lib, Xitoyni energiya bilan ta'minlashga kafolatlik qilishdagi turaqlashtiruvchi deb sifatlangan va shundaqli ko'mir yetkaziladigan Xitoy o'lkalarining barg'ansiri kengayayotganligi, yetkazish liniyalarining davomli ko'paytirilayotganligi, tosh yo'l, temir yo'l, suv yo'lidan iborat ko'p xil ulab tush sistemasi barpo qilinganligi ta'kidlanish orqali Xitoyning Sharq Turkistonning turli qatnash liniyalarini g'oyat zo'r mablag' bilan kengaytib qurishdagi haqiqiy maqsadini ifodalab bergan. Xitoy Sharq Turkistondagi turli boyliqlarga aloqador sonliq ma'lumotlarni qarorlik e'lon qilib tursimi, analizchilar Xitoyning amaliyotda haqiqiy sonliq ma'lumotlarni yushiradiganligini, bayqalgan va bulang-talang qilingan tabiiy boyliq miqdorining amaliyotda Xitoy e'lon qilgandan ko'p ekanligini ilgari surib kelmoqda. Yevropa Ittifoqi Xitoyning 2 bankasiga jazo yurgizishni planladi. Yevropa Ittifoqi Rossiyaning jazodan qaytishiga yordam bergan 2 Xitoy bankasiga jazo yurgizishni planlagan bo'lib, Yevropa Ittifoqiga tava moliya organlarining mazkur banklar bilan har qanday tariqada savdo qilishini cheklash taklifi sunilgan. Bloomberg agentligi bu haqdagi bir qism hujjatlarni ko'zdan kechirgan bo'lib, jazo tadbiri hozircha rasmiy e'lon qilinmag'achqa bu 2 bankining ismini aniqlay olmagan. Hujjatda ma'lum bo'lishicha, Xitoyning bu 2 bankasi Yevropa Ittifoqining pul muomala organlari tizimligiga kirgizilgan bo'lib, mazkur tizimlikdagi shirkat organlar savdo bartaraf qilish, mablag' yurishtirish, hatto shifrli pul mulozimati bilan ta'minlash qatorliq vositalar bilan Rossiyaning turli jazolardan agib o'tishiga yordam qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Yevropa Ittifoqining tasdiq kutib turgan yangi bir qatimliq jazosi Rossiya prezidenti Vladimir Putinga besim tushirish, bu orqali Rossiyani Ukraina o'tirg'i qo'ygan 30 kunlik shartsiz urush to'xtatish kelishimini qabul qilishga majburlashni maqsad qilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Lin Jian tunugun bu haqdagi savolga javob berib, Xitoyning xalqaro qonun va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ma'qulligidan o'tmagan ikki taraflik jazolarga qarshi ekanligini, Amerika va Yevropa davlatlarining Rossiya bilan savdo qilayotganligini, Xitoy va Rossiya shirkatlarining savdo aloqasining xalqaro nizomlarga uyg'un ekanligini da'vo qildi. Rossiya Ukraina urushida Xitoy izchil tariqada Rossiyani Astriddan qo'llab kelayotgan bo'lib, bundan ilgari bir qism Xitoy shirkatlari va organlari Rossiyaga yordam qilish bilan ayblanib, jazo tizimligiga kirgizilgan edi. Oldingi oyda Ukraina hukumati Xitoyni rasmiy yo'sinda ayblab, Xitoyning Rossiyani askar, texnika, qurol-yarog' bilan ta'minlaganligini kuchli dalil isbotlar bilan oshkorlagan edi. Uyg'ur Mahir xalqaro musobaqada chempion bo'ldi va rekord buzdi.
Uyg'ur diski aytish mahiri Abdug'ani Turg'un Germaniyada o'tkazilgan tanarkat musobaqasida chempionlikni qo'lga keltirdi va bu turdagi rekordini yana bir qatim buzib tashladi. Xitoy xalq to'rining xabar qilishicha, Osiyo chempioni Abdug'ani Turg'un 11-iyun Germaniyaning yangi Brandenburg shahrida o'tkazilgan tantarbiya musobaqasining yenik atletika etish maxsus turida mahoratini yana bir qatim namoyon qilib, orqa-orqadan 65,69 metr va 67,29 metr etib chempionlikka erishgan. U bu natijalar bilan yana bu yil 4-oyda o'zi yaratgan 65,35 metrlik erlar diski etish rekordini 2 qatim buzib tashlagan. 28 yoshlik diski etish mahiri Abdug'ani Turg'un bu yil aprel oyida Xitoyning Chengdu shahrida o'tkazilgan 2025-yillik Xitoy yenik atletika musobaqasining etish turiga qatnashib, diski etishda 65,35 metrlik natija bilan Xitoylarning 1996-yildan buyon saqlanib kelgan rekordini buzib tashlagan edi. Navbatda u o'z rekordini yana 2 metr uzartgan. Xitoy Sharq Turkistonda Uyg'urlar va boshqa turkiy xalqlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan va turli sohalarda cheklayotgan bo'lsa-mu, yana nurg'unlagan munavvar tanarkachilar yetishib chiqib, Uyg'urlarning jasurona ruhini, kuch-qudratini namoyon qilmoqda. Yaponiya bilan Xitoy o'rtasida krizis yuz berdi. Tokioning Xitoy urush aeroplanlarini Tinch okeanining ustida bir Yaponiya chorlug'ichi aeroplaniga odatdan tashqari darajada yaqin uchganligini ayblashidan keyin bu hafta Yaponiya bilan Xitoy o'rtasidagi munosabat texmo jiddiylashib, o'zaro rasmiy norozilik bildirishga sabab bo'ldi. Xitoy bo'lsa Yaponiyaning yaqinqi uzun masofalik boshqarilgan bomba sinoqlarini tanqid qilib, Tokioning kuchayayotgan harbiy iqtidorining rayonning muqimligiga tahdid elib keladiganligini va Yaponiyaning tinchlikparvar asosiy qonunining ruhiga xilof ekanligini da'vo qildi. Yaponiya oldingi hafta oxirida Xitoy urush aeroplanlarining Tinch okeanda bir Yaponiya harbiy chorlug'ichi aeroplaniga odatdan tashqari darajada yaqin uchgandan keyin Xitoyga kuchlik andisini yetkazganligini e'lon qilgan edi. Bu voqea payshanba kuni Xitoyga tava 2 aviamatkining tunji qatim birli vaqtda Tinch okeanda, jumladan Yaponiyaning iqtisodiy suv tavalligini o'z ichiga olgan rayonda ko'rilishidan keyin yuz bergan. Yaponiya bu hafta Xitoyning qarallik mashq deb atagan aviamatka faoliyatlarining Xitoyning harbiy harakatlarining jo'grafiyalik doirasini kengaytganligini ko'rsatib beradiganligini bildirdi. Yaponiya Davlat mudofaa vazoratining bayonotchisi shanba kuni Shandong aviamatkasidan ko'tarilgan bir Xitoy G-15 kurashchi aeroplanining bir Yaponiya P-3C chorlug'ichi aeroplanini 40 minut, yakshanba kuni bo'lsa 2 G-15 kurashchi aeroplanining o'xshash aeroplanni 80 minut iz qo'g'laganligini bildirdi. Hukumat bayonotchisi Yoshimasa Hayashi yakshanba kuni muxbirlarga bu xildagi g'alati yiqilishlar tasodifiy so'qilib ketishga sabab bo'lishi mumkin. Shunga biz Xitoy tarafga, jumladan Xitoyning Yaponiyada turishliq bosh elchisiga kuchlik andishimizni yetkazdik va buning qayta takrorlanmasligini talab qildik, dedi. Hurmatli ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.